Uchtasi birda. Ha, uchta pazandangiz bitta oshxonada. Sizga 3 ta retsept bilan keldik. Bu retseptlarimiz sizga ayni Ramazon iftorligida asqotadi. Yog'siz qiymaga maydalangan piyoz, tuz va ziravorlarni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Shariklarni yasab yog'da qovurib olamiz. Qizarib chiqqan shariklarimizni yog'dan ko'tarib olamiz. Chesnok, piyoz, qirg'ichdan chiqarilgan sabzi, pomidor, tomat, tuz solamiz va qovurib olamiz. Suvga unni aralashtiramiz, massamiz ustidan quyamiz. Biroz qaynagach, sharikchalarimizni solamiz. Ivitilgan guruchni yog'da qovurib olib, tuz va suvni solib dimlab qo'yamiz. Iftorlikda somsaga yomon tortadi-ya. Somsa uchun pisochni xamir tayyorlab olamiz. Tuxumga ozroq suv sovorsanglar, xamiringlar elastikni bo'ladi. Videoda ko'rsatilgan masalliqlarni ketma-ketlikda solib, xamir qorib olamiz. Xamirni yarim soatga sovitishga yuboramiz. Dungan qalampirni o'rtasidan kesib, urug'lardan tozalab olamiz. Qiyma, piyoz, tuzni solib aralashtiramiz. Tingan xamirni yoyamiz, ko'rsatilgandek qilib kesamiz va dunganga chiroyli qilib o'rab olamiz. Tuxum sarig'ini suramiz, ustidan kunjutni sepib pishirish uchun pechga yuboramiz. Internetga chiqqan burrata salatini ham birga tayyorladik. Retseptini esa video tagida yozib qoldiramiz. Bu orada issiq taomimiz ham tayyor bo'ldi. Yetilgan taom ustiga garohni solib aralashtirib olamiz. Taomni idishlarga solib dasturxonga tortamiz. Bugungi iftor dasturxonimiz ham tayyor. Kuni bilan chanqagan ro'zadorlarga bu fresh mazali suvlar ayni muddao. Siz yoqtirgan 3 ta pazandangiz tayyorlagan taomlar retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmang.